Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim marvoyit shakllik qo'ygish ko'milichi. Marvoyit shakllik qo'ygish ko'milichining tayyorlash usuli va asos materiallarini tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni ushoq to'g'rab yumshalgan qo'yning lo'qishi 400 gram, yumshalgan guruch 2 gram, tuxum, zanjivil, olpiyaz, chechaksoy, tuz, oqmuch, tetikqo, alqat, kraxmal, oqshorpa va yoki suv bo'lsin bo'laverdi. Qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Endi olpiyazning qitni yarib, olpiyazni ushoq to'g'rab, zanjivil bilan birlikda ushoq chanib olamiz. Endi biz buni go'shkorlashtirib chanaymiz. Go'sht va olpiyaz zanjirini birdam ushoq chanab oldik. Buni bir qacha qilib olaylik. Endi tetiklardan tuz, bir bal qo'shiq, oqmush, yarim bal qo'shiq, oz miqdorda tetik solamiz. Orqadan tuxumning iqidan biroz qo'shib olaylik. Ondan keyin aralashtirib, orqadan yana yo'l kraxmaldan biroz qo'shib olamiz. Qiyma tayyor bo'lgandan keyin pishgan maydan biroz qo'shamiz. May qo'ysak, qo'ldan siliq chiqadi. Orqadan go'shtni qumlash chiqarish usuli. Qumlash qilib, yumshatilgan guruchda dumultib chaplashtiramiz. Ko'rdiki suv qaynab qopti. Endi ko'rdiki jimilg'a tizib solamiz. O'tnishda to'g'ni yapib, taxminan 10 minut atrofida qaynatsak pishib tayyor bo'ldi. Marvoyit pishqichorlikda qoldi materiallarni tayyorlab olaylik. Zanjibilni ushoq to'g'rab olamiz. Orqadan olpiyazni qitni yerib, buni ushoq to'g'rab olamiz. Buni to'g'rab bo'ldi. Biz bu chechaksoyni buni shundoq bir tomdan ajratib olaylik. Chechaksoyni o'ttirib yarimiz. Endi o'choq o't yoqib, qozonga biroz suv quyamiz. Qozon qaynagandan keyin qozonga tuz, oqmush, tetikqo qatorliq materiallardan bir bol qo'shib silib, suvga ham kirgizamiz. Ondan bu chechaksoyni silib, tuvoqni biroz yopamiz.
Vaqtmi turishibdi. Chechaksaga biroz may qo'yaylik. Yana aralashtiramiz. Aralashtirib suzib olamiz. Suzilib olgandan keyin bu taqsining atrofiga bizib olaylik. Bizab bo'ldik. Endi vaqtni turishibdi, to'xnashdik. Bu marvoyatni chiqibdi. Marvoyatni bir taldan ilib bezalgan taqsiga ratlikizimiz. O'choq o'taqib, qozon qizgandan keyin yerini tush maqlaymiz. May pishgandan keyin qo'l piyoz, zanjin silib, biroz qo'rib, mizlik pira chiqqandan keyin, qozon qaynagandan keyin ozroq tuz, oz miqdorda oqmoch, tetqo qatorliq materiallarni solamiz. Orqadan ovqatni biroz silib, qayim chiqqandan keyin g'ildirakmaldan qozonning atrof cho'zilib biroz qo'yamiz. Qiyam qilib, qiyam tayyor bo'lgandan keyin chuchigan maydan biroz qo'yamiz. Qiyamning rangi oq, shundoq suzlik chiqadi. Bu tayyorlangan oq marvoyatni ustiga qo'ysak tayyor bo'ladi. Bu qo'rinning rangi yeshil, oq, qizil, uch xil rangdan tarkib topgan bo'lib, dasturxonning guli bo'lib hisoblanadi.